Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisilar? Yaxshimisilar. Bugun 2023-yil 3-oyning 28-kuni seshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha kabisa 2-oyning 7-kuni. Xabarlarimizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Bugungi xabarlarimizning muhim mazmunlari tuvandikicha. Shinjang xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida boshdan oxir chang turib, xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, ishga o'rinlashtirish, davolash, ijtimoiy kafolat qatorli xalqqa naf yetkazish qurilishlarini sijil olg'a surib, xalq turmushi, baxt saodatini haqiqiy kuchaytirdi. Avtonom rayonluq bexatar ishlab chiqarish komiteti umumiy yig'in ochdi. Erkin Tuniyaz yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Avtonom rayonimizdagi o'rinlar mamlakatlik ishki yig'inning bo'libmi bosh shoji Shi Jinpingning muhim so'zining ro'yini yetkazib, o'rganib, izchillashtirib, diqqatni yillik vazifa nishonga markazlashtirib, amaliylashtırishga turtki bo'lishni chang tutdi. Dövlətimizdəki zapsı ən köp qoğuşun sinikini, Xotan Qızılçap qoğuşun sinikinini etiş quruluşu yaqında başlandı. Tunji qitimliq Taylimakanning aylanish sayohat maxsus poyezi qatnadi. Endi təfsili məzmunlarını ko'rsatamiz. Partiya 20-ci qurultayı dokladida taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashda chang turish kerak deb ko'rsatildi. Avtonom rayon xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida boshdan oxir chang turib, xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, ishga o'rinlashtirish, davolash, ijtimoiy kafolat qatorli xalqqa naf yetkazish qurilishlarini sijil olg'a surib, xalq turmushi baxt saodatini haqiqiy kuchaytirib, taraqqiyot natijalari orqali xalq turmushiga naf yetkazish, el qalbini mujassamlashga turtki bo'ldi. Ürümçi yuqori yang texniklik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangi rayoni, Yingchuan yo'lidagi 2-yo'l to'qimchilik soati yezigilik mahsulotlari bozorida xaridorlarning oyiqi o'zilmadi. Yallishaning dori darmonda pishirilgan yemeklik do'koni mushu oyning 5-ida tijorat boshlagan edi. Hozir xeli ko'p cho'p qitib bor. Kuniga ko'p bo'lganda 2000 necha yuanlik savdo qilaman. Buningdan baxush. Bizga ko'p jihati e'tibor qildi. Yangi turib g'ayrat bilan ishlaymiz. Yalisha tijorat qilayotgan 2-yo'l to'qimchilik soati yezigilik mahsulotlari bozori Ürümçi yuqori yang texniklik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangi rayoni bu yil barpo qilgan 7 igilik tiklash bozorining biri. Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari bozorni kengaytib, yoyma o'rnidan 20 nachini ko'paytib, tuvan kirimliklarning igilik tiklashi, ishqa o'rilishini qo'lladi. Yalishaga o'xshash igilik tikliguvchilar jonliq ishqa o'rinlashganlar ijtimoiy sug'urta to'liqlama yordam puliga erishib qolmay, yana har yili do'kon ijarasini 12 ming yuan kamaytirish siyosatidan bahramon bo'la oladi. Partiya 20-ci qurultayı dokladida qiyinchilik bar ammaning ish qo'rilishiga kafolat qilish va yargulak bo'lishni kuchaytirish kerak deb ko'rsatildi. Igilik tiklash bozori ehtiyoji bor kishilarning yaqin atrofda ish qo'rilishib kirimini oshirishiga yordam berdi. Havoning isishi bilan kuzib iqtisodini paydan-pay bu joyga singdiramiz. Partiya 20-ci qurultayı dokladida igilik tiklash orqali ish qo'rilishiga turtki bo'lishni ilgari suradigan kafolat tuzumini mukammallashtirib, yangi ish qo'rilishi shakllarini qo'llashimiz va qiliblik rivojlantirishimiz kerak deb ko'rsatildi. Ürümçi shahri igilik tiklashni qo'llashni ish qo'rilashtirish xizmatining muhim mazmuni qilib, bu yil shahar bo'yicha 100 dan ortiq igilik tiklash bozori qurishni planladi. 2-oyning oxirigacha 46 bozor qurib, 2686 yayma o'rni hozirladi. Kasbkor 3226 ga yetdi. Shuningdek bilan birga igilik tiklash mahallasi qurilishini zo'r kuch bilan ilgari surib, tanarxi tuvan qolaylik, ochiq bo'lgan igilik tiklash ulgu bazasi qurdi. Bu yil yangidan barpo qilingan igilik tiklash mahallasi Altun Anar madaniyat yemak-ichmak maydonida 32 o'zgacha yayma o'rni igilik tiklovchilarning haqsiz ishlatishiga berildi. Navbatda mulozimatchi, tamoq yetkazuvchi qatorli xizmatchilarni qabul qilyotdi. Bozorimiz 600 odamga ehtiyojli, o'rtacha ish haqi 5 ming yuan. 5-oyning 1-kuni tijorat boshlaymiz. Ish qo'rilashganlarga hukumat ijtimoiy sug'urta to'liqlama yordam puli berdi. Taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashda chang turish kerak. Bultur Shinjang moliya kirimining 70%dan ko'pragini xalq turmushi sohasiga ishlatib, xalqning go'zal turmush istikini uzluksiz reallikqa aylantirdi. Avtonom rayonimizning sahiya sog'lomlik sistemasi partiya 20-ci qurultayning ro'yini o'rganish, izchillashtirishni, sog'lom Shinjang xizmatini ilgari surish bilan birlashtirib, davolash mulozimati iqtidorini oshirib, a'lo sifatli davolash boyligini tuvanga tushirishni olg'a surib, har millat omasiga texmi a'lo sifatli, texmi qulaylik, texmi yuqori unumli davolash saqliq saqlash mulozimati qildi. Qashqar viloyatlik 2-ci xalq doktorxonasining ko'krak og'riqi markazi yaqinida nafas yo'li og'ir kasalliklar meditsinasi bo'limi, qon kasalliklari bo'limi qatorliq bo'limlarni ta'sis qildi. Shuning bilan birga yeshil yo'l ichib, mutaxassislar kollektivini kecha-kunduz kasal ko'rishga o'rinlashtirdi. Ko'krak og'riqi kasallari nomer olmayli kasal ko'z tanlaydi. Maydam chinqalg'ashqa qutqizish avtomobilda bevosita elib kelib operatsiya qildi. Mulozimat pozitsiyasi yaxshi ekan, texnikasi yo'q ekan. Yeşil yo'l ochmagan bo'lsak, bu kasalni davolashning alqiliq payti o'tib ketib, ko'p xil agashma kasal ko'rilishi mumkin-di. 3 soat ichida qon tomirini ravolashtirdik. Bundan keyingi xizmat turmushiga hech qanday ta'sir etmaydi.
Qashqar viloyatlik 2 xalq doktorxonasining ko'krak og'riqi markazi bulturning oxirida davlat ko'krak og'riqi markazining tekshirishidan o'tib, shu rayondagi yurak muskul tiqilmasi va murakkab davolash ta'sir xatarlik og'ir yurak qon tomir kasalliklarini jiddiy qutqizish davolash xizmatini ustiga oldi. Doktorxona partiya 20 qurultiy dokladida o'tirg'a qo'yilgan xalqning sog'lomligini kafolatlantirishni oldin rivojlantirilgan strategik o'ringa qo'yish talabini izchillashtirib, ko'krak og'riqi markazining afzalligini to'liq joriy qildirib, asos qatlamdagi doktorxonalarning diagnoz qo'yish va davolash iqtidorini sijil oshirib, xalqning sog'lomligini qo'g'didi. Partiya 20 qurultayda bekitilgan tadbir o'rinlashtirmalarini xizmat jarayonida haqiqiy izchillashtirib va amaliylashtırib, texnika afzalligimizni yanada joriy qildirib, ommaga texmi a'lo sifatli davolash mulozimati qilamiz. Xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashning oxirgi nuqtasi yo'q. Faqat uzluksiz davomlashadigan yangi boshlanish nuqtasi bor. Avtonom rayonimiz bu yil muqim ish o'rinlashtirishni zo'r kuch bilan ilgari surib, ijtimoiy kafolat saviyasini uzluksiz o'stirib, sog'lom Shinjon qurilishini puxta olg'a surib, har millat ommasining turmush sharoitini sijil yaxshilab, xalq turmushini kuchab kafolatlantirdi va yaxshilaydi. Bo'libmi diqqatni jamiyatga e'lon qilgan kafolatlik turalg'u qurilishi, ish qurilishiga yordam berib, qalblarni ilitish faoliyati, yashanganda kutinish, havolilik beqish mulozimatini kuchaytirish, shaharlardagi hukumat yaslilarida o'quvchi o'rnini ko'paytirish qatorliq xalq turmushidagi 10 amaliy ishqa. Ammo eng ko'ngil bo'lgan, eng taqozo bo'lgan, ammaning inkosi eng kuchli bo'lgan xalq turmushi masalalariga markazlashtirib, amma turmushining har qaysi taraflarini qoplab, ammaning erishish tuyg'usini texmi to'liq, baxt tuyg'usini texmi imkoniyatlik sijil, bexatarlik tuyg'usini texmi kafolatga ega qiladi. Avtonom rayonluq bexatar ishlab chiqarish komiteti 3 oyning 27 kuni tushdan keyin umumiy yig'in ichib, boshlovchi Shi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rgandi, izchillashtirdi. Avtonom rayonluq partiya komitetining xizmat o'rinlashtirmasi bo'yicha avtonom rayonimizning bexatar ishlab chiqarish vaziyatini tahlil qilib hukm chiqardi. Ikkinchi fasldagi bexatar ishlab chiqarish xizmatini butun kuch bilan yaxshi tutib, turli bexatarlik xavf-xatarning unumli oldini olib, oddiy so'z berishni qat'iy to'sib, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va ijtimoiy umumlikning muqimligiga haqiqiy kafolatlik qilishni talab qildi. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Davlat kan bexatarligi bo'yicha yordam berish yo'lash yetakchilik xizmat guruhining boshlig'i, Davlat kan bexatarligi reviziya idorasining muavin boshlig'i Huang Jinshan yordam berish yo'lash yetakchilik qilish ahvolini uqtirdi hamda so'z qildi. Erkin Tunyaz monolarni ko'rsatdi. Joylar tarmoqlar ishkini tiklashni qat'iy qo'g'dash, ishkini qo'g'dashni ishga oshirish siyosiy yuksaklikka turib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida xalqni hayotlikni hammadan a'lo bilishda chantirib, taraqqiyot bilan bexatarlikni haqiqiy bir tutash planlab, bexatar ishlab chiqarish xizmatining intayin muhimligi va avtonom rayonimizdagi bexatarlik xavf-xatarning yo'shirinligi, takrorligi va murakkabligini cho'nqur tonib, bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni boshdan oxir changitib, kulfat engini haqiqiy kuchaytirib, bexatar ishlab chiqarish xizmati mas'uliyat tuzumini umumiylik amaliylashtirib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Erkin Tunyaz monolarni ko'rsatdi. Bexatar ishlab chiqarish bo'yicha maxsus tuzashni cho'nqur olg'a surib, yo'l qatnashi, binokorlik qurilish, xatarli ximiyalik buyumlar, yiqilg'u gaz, sayohatchilik, alohida uskuna, temir yo'l, fuqarolar aviatsiyasi qatorliq sohalarga chinqadilib, turli yo'shirin xavflarni umumiylik bir-birlab tekshirib tuzatish kerak. Chimmin bayramidagi qabr supurish faoliyat so'rinlarining bexatarlik, o't mudofaa xizmatini kuchaytirib, o'rmon o'tloq o't ofatining oldini olish, kalkunda mudofaalash xizmatini chang puxta tutib, yer tavrash, geoafatdan mudofaalash xizmatini yaxshi ishlab, tuyuqsiz voqealar yoki zo'r voqealarga taqobil turish, bir taraf qilish iqtidorini haqiqiy oshirish kerak. Konchilik sohasida bexatar ishlab chiqarishni qat'iy chang tutib, davlatning kon bexatarligi bo'yicha yordam berish yo'lash, yetakchilik qilish fursatini chang tutib, ko'rsatilgan masalalarni tizimlik bo'yicha to'liq ratlab, tuzitish loyihasini birma-bir tuzib, izqo'g'lab haydakchilik qilishni kuchaytirib, qat'iy talto'kis tuzitish kerak. Xavf-xatarga ilmiy hukm qilib, shu rayon sohaning bexatarlik vaziyatini qarorlik tahlil qilib, boshqurish, tizginlash tadbirlarini dal joyida tuzib, xavf-xatari cho'ngroq korxonalarga ishik chekib askartish berib, korxonalarning yo'shirin xavf-xatarni cho'nqur, umumiylik bir-birlab tekshirish, tuzitishiga yordam berish kerak. Har qaysi taraflarning mas'uliyatini qat'iy amaliylashtirib, tekshirib tadqiq qilish istilini keng avj oldirib, asos qatlamga birinchi safga cho'nqur cho'kib, bexatar ishlab chiqarish amaliy ahvolini tekshirib tadqiq qilib, bexatar ishlab chiqarishning uzoq unumli mexanizmini davomli mukammallashtirish kerak. Bexatarlikni nazorat qilish, boshqurish, qonun ijro qilishni kuchaytirib, ko'mir kondan boshqa konlarni oqil etishni ilgari surib, tarbiyalash va tashviq qilish salmoqini oshirib, bexatar ishlab chiqarish ideya mudofaa sifini mustahkamlash kerak. Huang Jinshan monolarni ko'rsatdi. Joylar tarmoqlar qizil siziq yangi tuvanchak tafakkurni mustahkam turg'izib, bexatar ishlab chiqarishdagi qariqu voqeasidan har vaqt o'shar bo'lishi, kulrang karkilon voqeasining oldini olishi, rayonning bexatar ishlab chiqarish ahvoli to'g'risida ko'ngilda son bo'lishi, partiya komiteti xalq hukumati tang mas'ul bo'lish, bir ish o'rnida qo'sh mas'uliyat bo'lishni amaliylashtirib, tavallikning boshqarish mas'uliyati, tarmoqlarning nazorat qilish boshqarish mas'uliyati va korxonalarning asosiy gavdalik mas'uliyatini haqiqiy changitib, mas'uliyatni ado qilib, mas'uliyatni bilib, vazifa mas'uliyatini to'liq ado qilish kerak. Mas'ala yo'nalishida changtirib, masalalarni bayqash, tahlil qilish, hal qilish iqtidorini haqiqiy oshirib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot uchun yaxshi bexatar ishlab chiqarish muhiti yaratish kerak. Yusufjon Mehmet qatorliqlar yig'inga qatnashdi.
Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti 3. ayning 28 kuni tushdan burun Abdunum rayonluq 14 navbatli xalq qurultayı daimi komitetining 1 yig'iniga sirtdan qatnashgan xalq qurultayı vakillari suhbat yig'ini ichib, partiya 20 qurultayning ruhi, mamlakatlik ishki yig'inning ruhini cho'nqur o'rganish tashviq qilish izchillashtirishni cho'rdab, o'rganish tonishi va tajriba ta'siratini almashtirdi. Vakillarning rolini to'liq joriy qildirib, Şinjanni umumyüzlik qonun bo'yicha idora qilishni alg'a surib, Abdunum rayon iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, Abdunum rayonning xalq qurultayı xizmatida uzluksiz yangi vaziyat yaratishni o'tirg'a qo'ydi. Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetining mudiri Zumrat Ubul yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda daimi komitet yig'iniga sirtdan qatnashgan mamlakatlik xalq qurultayı va Abdunum rayonluq xalq qurultayining 20 vakili xizmat amaliyatiga birlashtirib, yig'inning bosh temasini cho'rdab tajriba almashtirib chora-tadbir ko'rsatdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Mamlakatlik ishki yig'inning bo'libmi bosh shoji Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini astoydil o'rganish, cho'nqur o'zlashtirishni Abdunum rayonimizdagi har darajalik xalq qurultaylarining navbatdagi va buningdan keyingi bir mazgildagi muhim zo'r siyosiy vazifasi qilib, Abdunum rayonluq partiya komitetining o'rlashtirma talabiga asosan astoydil o'rganib, keng tashviq qilib ish o'rni mas'uliyati va vakillik mas'uliyatini naqo qilib, Şinjanning davlatning taraqqiyot umumligidagi strategik o'rnini puxta egallab, Şinjanni qonun bo'yicha idora qilish, Şinjanni ittifoqlashib muqim qilish, Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish, Şinjanni xalqni betib ro'naq topqizish, Şinjanni uzoqqa cho'g'lantirishni bir gavdashtirib alg'a surib, abadiy amallikka munosabatlik negizlik, ulluq uzoq mazgilli xizmatlarga turtki bo'lish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Her darajalik xalq qurultayı vakillari bayrog'i ro'shan holda siyosiyga ahamiyat berib, ishkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirishni oliy siyosiy prinsip va tub siyosiy qoida qilib, аңлык holda partiyaning ijodiy nazariyasining qat'iy e'tiqodchisi va sodiq amaliyotchisi bo'lishi kerak. Xalqning maydonida ching turib, xalq bilan bo'lgan qon bilan go'shtdek yaqin aloqani boshdan oxir saqlab, aloqalashish yo'llarini kengaytib, aloqalashishning amaliy unumini oshirib, turishliq joydagi xalq qurultayı vakillari oilasi, xizmatxonasi, vakillar xizmati punktining faoliyatlariga doim qatnashib, 10 minglagan vakil, 10 minglagan oilaga kirish faoliyatiga faol atlanib, ommaning fikr takliflarini anglab, omma inkas qilgan gavdalik masalalarning hal qilinishiga yordam berib, xalqni so'ydigan, xalqni ko'zlaydigan g'amguzar bo'lishi kerak. Qonun bo'yicha vazifasini ado qilish iqtidori va sapasini uzluksiz o'stirib, Abdunum rayonluq partiya komitetining markaziy xizmatiga ching bog'lab tekshirib tadqiq qilishni kuchaytirib, faol chora-tadbir ko'rsatib, yuqori sifatli takliflarni o'tirg'a qo'yib, dadil zemisiga elib mahirlik bilan kurash qilib, yangi davrdagi xalq qurultayı vakillarining xislatini namoyon qilishi kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Vakillar xizmatini cho'nqurlashtirib va kengaytib, vakillar bilan bo'lgan aloqani uzluksiz quyuqlashtirib, vakillarning xalq qurultayı xizmatiga qatnashish doirasini kengaytib, vakillarning takliflarini yuqori sifatda bajarib, vakillarning vazifasini ado qilishini a'lo sifatli mulozimat kapolatiga ega qilish kerak. Yaqindan buyon Abdunum rayonimizdagi o'rinlar mamlakatlik ishki yig'inning bo'libmi bosh shoji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yini turli shakllarda astoydil yetkazib, o'rganib izchillashtirib, diqqatni yillik vazifa nishonga markazlashtirib, astoydil tashkillab, turtki bo'lishni chang tutib, ko'tarangi ruhiy holat, amaliy ishlash xizmat stili bilan turli o'rinlashtirmalarni yaxshi amaliylashtirdi. Abdunum rayonluq tabiiy boyliq nazorati partiya guruhi kengaytirilgan yig'ini ichib, mamlakatlik ishki yig'inning bo'libmi bosh shoji Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini maxsus yetkazdi, o'rgandi, izchillashtirdi. Terilg'u yer ko'lamini suvga qarab bekitish prinsipiga asosan bir turkum yer ichish turlariga vaqtni chang tutib tayyorlik qilib, terilg'u yer ko'lamini kengaytish orqali Abdunum rayon bo'yicha ochliq terilg'u ko'lamini ko'paytirishni o'l kapolatiga ega qildi. Bosh shoji Xi Jinping terilg'u yer qizil siziqini qattiq saqlash kerak deb ta'kidladi. Bo'shliqdan kuzatish, yerda tekshirish, har taraflama boshqarish, har vaqt nazorat qilish supsi qurib, terilg'u yerni qonun nizomga xilop egilib olish qilmishlarini baldir bayqab, baldir to'sib, qattiq tekshirib bir taraf qilamiz. Abdunum rayonluq tabiiy boyliq nazorati Şinjanning boyliq afzalligini to'liq joriy qildirish uchun bu yil diqqatni strategik qazilma boyliqqa markazlashtirib, qazilma boyliq chorlashni kuchaytirish, kan huquqini o'tinib berish salmog'ini zo'raytirish, zo'r kuch sarf qilib, kanchilik huquqini jonlantirish, ekologiyani qo'g'dash, asliga keltirish, tuzum qurilishi va turni yo'lga qo'yishni puxta alg'a surishdan iborat 4 jihatdan xizmatga turtki bo'ladi. Suzuk suv Yeşil tog'ning o'zi boyliq degan taraqqiyot ideyasini mustahkam turg'izib, kan boyligini muvofiq ichib foydalanib, ko'p manbalik geologiyalik chorlash selimni mexanizmi o'rnatib, kan izlashda zo'r bosish hosil qilamiz. Bu yil yeşil kanchilik to'pi qurilishini cho'rdab, 100 dan ortiq kanchilik huquqini haqliq o'tinib berishni planladik. Jungo Pochta Amanat Bankisining Şinjan şöbesi ko'p qitim maxsus temliq o'rganish yig'ini tashkillab, mamlakatlik ishki yig'inning bo'libmi bosh shoji Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini astoydil o'rgandi. Shuning bilan birga diqqatini asosliq mas'uliyat, asosliq kasbga markazlashtirib, paxtachilik, nashpitchilik, lozichilik, ochliq teriqchiligi, kala qo'y baxmachilig'i qatorliq o'zgacha afzal kasblarni cho'rdab kasb qarzi tarqatdi. Ko'p bo'lganda 3 million yuan, oz bo'lganda 3 ming yuan qarz berildi. Muomildorlar har vaqt qarzosi bo'ladi. Qarz muddati uzun bo'lganda 3 yil bo'ladi. Hozir at yozliq terilg'u mazgili. Sanja shahri aholisi suvning yon telefonda kasb qarzi bejirib, mablag' yurishtirish masalasini hal qildi. Tönögün kechda bu uchurni topshirib oldim. Qarz iltimosim tasdiqlanibdi. Bak tezkan.
Bu yillik hökumət xizmetidən dokladda yez, kəmt özgəçə kəsblərini rivajlandırıb, dehqonlarning kirimini oshirib beyish yo'lini kengaytirish o'ttirg'a qo'yildi. Pul muomala mulozimat saviyamizni uzluksiz o'stirib, o'zgacha kasb mulozimat doirasini kengaytib, yez kentlarni umumyuzlik gullantirishga kuch qo'shamiz. Abdunum rayonimizdagi joylar yangi turlarda ish boshlash, davomlashma turlarda ishni asliga keltirishga turtki bo'lib, to'liq hayratga kelib, birinchi faslda ishni g'albilik boshlashga butun kuch bilan atlandi. Qo'rg'as iqtisod taraqqiyot rayoni, G'ulji kasb rayoni bu yillik tunji turkumdagi cho'ng-cho'ng turlarda markazlik ish boshladi va ishni asliga keltirdi. Bu turlarga jami 1 milliard 392 million yuan mablag' silinadi. Yangi energiya, yangi material, biokasblar, ilg'or jabduq yasimchiligini asos qilgan yangidan gullangan strategik kasblar butun kuch bilan barpo qilinadi. Buning ichidagi yilga 8000 tonna nukleozid turidagi tibbiy dori xam materiali va oraliq tancha ishlab chiqarish turiga jami 1 milliard yuan mablag' silinadi. Tur ishga kirishtirilgandan keyin yilga 60 ming tonna a'lo sifatli ko'miquna qiraqmaliga ehtiyojliq bo'lib, Qo'rg'asning teriqchilik taraqqiyotiga unumli turtki bo'ladi. Tashabbuskorlik bilan oldiga berib mulozimat qilib, korxonalarning tur qurilishidagi qiyinchiliklarni hal qilishiga yordam berish bilan birga bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini chingitib, tur qurilishi uchun yaxshi muhit hozirlaymiz. Şinjandagi tunji yuqori unumlik en shakllik tashma oksidlangan qatlamliq passivlashtirilgan tegishchan quyosh energiyalik batareya ishlab chiqarish turi qurilishi yaqinda Qumul yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonida boshlandi. Bitgandan keyin Şinjangning shu turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'shliqini to'ldirdi. Ishlab chiqarish iqtidoriga yetgandan keyin yillik setish qiymati 2 milliard yuandan oshib 1200 dan ortiq odamning ish qurilishiga turtki bo'ladi. Urumchi shahri Shimigu rayonining sovuq saqlab toshish zanjiri ashyo obrati Kapi uy rayonini o'zgartirish, xalq qulaylik bozor va cho'ng tipdagi savdo universal gavdasi qurilishi qatorliq taraflarga chetiladigan 50 nuqtalik turda yaqinda markazlik ish boshlandi va ish asliga keldi. Bu turlarga jami 43 milliard 885 million yuan mablag' silinadi. To'qimchilik muzeyi, uningdan boshqa musiqa ijodiyati, o'yin qo'yish xizmatxonasini qurmoqchi bo'lyapmiz. Bu yil 4 maktab va yasli ishiltishga topshirildi. Bu maktablar 3760, yaslilar 720 o'quvchi o'rni bilan ta'minlaydi. Ma'rif boyligining a'lo sifatli tampon joylashishini yanada ilgari suramiz. Shixo shahridagi bu yilgi tunji turkumdagi 3 qatnash transport nuqtaliq turda yaqinda qurilish boshlandi. Bu Bingtuan bilan yerlik yo'g'irma yo'li va o'lka yo'li 101 liniyasini uzartish liniyasidan iborat ikki davomlashma turini yangidan yasaldigan bir yezi tosh yo'li turini o'z ichiga oladi. Bu shu joyning 10 yasal qatnash transport sistemasini yanada mukammallashtirdi. Yo'l qurilishini nazorat qilish boshqaruv salmoqini zo'raytib, yo'l qurilishining yuqori sifatli taraqqiyotiga texnik yaxshi kapolat qilib, ommaning safarga texnik qulaylik yaratamiz. Ig'ir yuk poyezining yangidan relis yatqizilgan temir yo'ldan o'ngishliq o'tishi hamda seyrildirish siniqini o'ngishliq tamomlashi bilan Şinjangdagi ikkinchi cho'ng gruplash vokzali, Qumul Sharqi vokzali ikkinchi yuk maydonining iqtidorini oshirib o'zgartirish qurilishi 3-oyning 27 kuni tamomlanib, qatnash boshlash sharoiti hozirlandi. Qumul Sharqi vokzali Lanzhou Şinjang temir yo'lidagi muhim yuk transport tuguni. Poyezdning uzluksiz ko'payishi bilan asldagi tangshash iqtidori va ajratish gruplash iqtidori ehtiyojini qondira olmadi. Jungo temir yo'l Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati bultur 8-oyda Qumul Sharqi vokzali ikkinchi yuk maydonining iqtidorini oshirib o'zgartirish qurilishini boshladi. Iqtidorini oshirib o'zgartirish qurilishi tamomlangandan keyin Qumul Sharqi vokzalining vagon ajratish gruplash iqtidori 43-44 poyezddan ko'payib 50 dan oshadi. Yuk toshish iqtidori zo'r darajada oshadi. Janubiy Şinjang qatnaydigan navbatchi poyezdlar Qumul Sharqi vokzalida gruplangandan keyin manzilga berish vaqti 50% ga yaqin qisqaraydi. Ayrish liniyasidan 5 ni ko'paytdik, gruppalab mangdirish liniyasidan 6 ni ochdik. Poyezni yuk maydonidan chiqarmayla mashg'ulot qilamiz. Xizmat unumini o'stirib, tez ayrish, tez gruppalashni ishga oshirdik. 14-5 yillik yirik plan mezgilida Qumul shahri yana Lanzhou Şinjang yuqori sur'atli temir yo'lini o'zgartib, sur'atini tezlatish qurilishini yo'lga qo'yishni boshlaydi. Hamda bayliq to'shish yo'li qurilishini kuchaytirib, Jiangjunmiao, Santanxu, Nom temir yo'l qurilishini tezlatib, tarmoq liniya temir yo'lini shahar shimoliy Asha Obrat rayoni, Santanxu ko'mir keni rayoni qatorliqlar bilan unumli jipslashtirishni kuchaytirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli tarakki ega qiladi. Davlatimizdagi zapsi eng ko'p qo'g'ishon sinikkini Şinjang Xotan Qizilchap qo'g'ishon sinikkinini ichish qurilishi yaqinda boshlandi. 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan taraqqiyot mezgilida Şinjang dunyo darajada qo'g'ishon sinik kasb bazasi qurib, 100 milliard darajalik yeshil konchilik kasb to'pi barpo qildi. Qizilchap qo'g'ishon sinikkini Xotan viloyatining Xotan noyasidagi Qizilchap atrofida bo'lib, boylik zapsi 19 million tonnaga yetadigan dunyo darajalik favqulodda cho'ng qo'g'ishon sinikkini.
Shundaqla navbatda davlatimizdagi tekshirib aniqlangan zapisi eng ko'p qo'g'ishun sinikini. Kan yatmasidagi tekshi darajali qo'g'ishun 4,60%, sinik 23,37%. Qo'g'ishun sinik aralashmasi 27,97% bo'lib, dunyo darajali qo'g'ishun sinik kan yatmasi ichidagi oz uchraydigan yuqori darajali kan yatmasi hisoblanadi. Yoshurun iqtisodiy qiymati 400 million tonnaga yaqinlashadi. Qo'g'ishun sinikning hozirgi bahosi bo'yicha hisoblaganda turi ishlab chiqarish iqtidoriga yetgandan keyin yuqori tuvan iqin kasblari yillik GDP'sining 50 necha milliard yuanga, foyda va bojning 10 milliard yuanga yetishiga, shu joydagi 5 mingdan ortiq kishining ish qo'rilishiga turtki bo'ladi. Bu turga jami 29 milliard 77 million yuan mablag' solinadi. 1 yilda kan echishni boshlash, 2 yilda chorlashni tamomlash, 3 yilda kan bilan metal tavlash zavodini ishlab chiqarish iqtidoriga yetkazish, 5 yilda tuvan iqin kasblarining yillik ishlab chiqarish qiymatini 15 milliard yuandan oshirish planlandi. Avtonom rayonimiz yana Qizilchap Qo'g'ishun sinik kan rayoniga tayinib 100 milliard darajalik kasb to'pi shakllantirdi. Avtonom rayon ichki sirtidagi amaliy kuchi bor cho'ng korxona guruhlar bilan aloqalash hamkorlashishni kuchaytirib, Xotan viloyati bilan zish moslashib, Qizilchap Qo'g'ishun sinik keni rayonining yuqori boshlanish nuqtasi, yuqori o'lcham, yuqori saviyada ichib, Xotan viloyati iqtisodiy jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shamiz. Şinjan Uyghur Avtonom rayoni siyasi qonun organlarının ticaret soda muhitini yaxşılash, qonunchilaştırışdagi 50 moddalik tadbiri yo'l qo'yilgandan buyon Avtonom rayonimizdagi har darajali xalq sud mahkamaları qonun yurgizish mulozamatining oldin ko'rarligi va tashabbuskorligini uzluksiz kuchaytirib, ko'p xil tadbir qo'llanib, xalqqa qulaylik yaratib, korxonalarga naf yetkazib, bozor asosiy gavdalarga a'lo sifatlik, yuqori unumli qonun yurgizish mulozamati qildi. Baya bankidan dadingizga 1486 yuan 9,9 pon avatdoq topshirib oldinglarmi? Topshirib oldik. Pulning hisobotga bundaq tez kirishi Urumchi shahri Tianshan rayonlik xalq sud mahkamasi o'tirg'a qo'ygan bulut subsida pul avatish xalq qulaylik tadbirining turtkisidan bo'lgan. Bu tadbir bank ischoti e'tirofnomasi tuzumi bilan mos qadamda ilgari surildi. Davolashquchi delo ichishni iltimos qilganda deloga munosabatli pulni topshirib oladigan ischot uchurini ta'minlaydi. Ijro qilinadigan pul tekshirib amaliylashtirilgandan keyin to'r orqali bevosita qarish tarafga avatib beriladi. İlgari pulni bir-birlab avatatdiq, 1-2 kun ketadi. To'rda pul avatish tadbirini qo'llangandan keyin davolashquchi banki ischoti e'tirofnomasini to'ldirgandan keyin kammisimi bo'ladi. Banka orqali 1-200 odamga biroqla avatimiz. Tianshan rayonlik xalq sud mahkamasi bu yil 2 oyda bulut subsida pul avatish tadbiri orqali 1500 dan ortiq davolashquchiga deloga chetishliq 20 million yuandan ortiq pulni avatib berdi. Hamda undidarda sudchi bilan bevosita aloqa qilishda xalq qulaylik tadbirini yo'lga qo'ydi. Uchur texnikasi vositasi orqali davolashquchilarni oz qatratdik. Bu yil aql sud mahkamasi qurilishi orqali uchun to'ldirish, to'rda yetkazish, to'rda chaqirtish qatorliqlarni ishga oshirib, davolashquchilarga qulaylik yaratamiz. Tekas nahiyalik xalq sud mahkamasi korxonalarning qonun yurgizish jihatdagi ehtiyoji bilan dal joyda o'dillashib, boshlamchi korxonalarda sodiya xizmat punkti ta'sis qilib, xoslashgan qonun yurgizish mulozimati qildi. Hamda da'vo mulozimat markazida korxonalarga munosabatli da'vo mulozimati maxsus ko'zniki ta'sis qilib, tez murassa qilib, deloni tez ichib, tez qarab chiqib, tez ijro qilib da'vo tanarxini tuvallatdi. Qonun jihatdagi qiyin masalalarni hal qilishimizga yordam berdi. Korxonamizdagilarni qonun savotlari bo'yicha qarorlik tarbiyalab, yo'shirin xavfni bir holda tugatishimizga kuch qo'shdi. Aloqador o'rinlar, soha jamiyatlari, murassa tashkilotlari bilan bo'lgan aloqa hamkorlikni kuchaytirib, korxonalarga munosabatli mojarolarni oxirida hal qilishni oldini olish, tizginlash, ogohlantirishga o'zgartib, puhraviy egilikni sog'lom taraqqiy qildirishdagi qonun yurgizish to'siqini mustahkamladik. Bu yil kirgandan buyon Abdulum rayonlik yuqori xalq sud mahkamasining Eli oblastlik sho'basi korxonalarning ehtiyoj tizimligini qonun yurgizish organlarining mas'uliyatini ado qilish tizimligiga aylantirib, diqqatni qonun yurgizish jihati qo'g'dash, qonun yurgizish ta'minotini kuchaytirish, vayron bo'lish bo'yicha sud qilishni chang tutish, mexanizm qurilishini mukammallashtirish qatorliq nuqtaliq taraflarga markazlashtirib, korxonalarning qiyinchilikdan qutulishiga yordam berdi. Sud qilish iqtidorimizni uzluksiz oshirib, majro hal qilish unumimizni o'stirib, majro hal qilish tanarxini tuvallatib, bozor asosiy gavdalarining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha barobar qo'g'daymiz. Bahar kelib barcha mavjudot uyg'ondi. Avtonom rayonimizning ko'p joylari sayohat maxsus poyezi, sayohat huddi aeroplanlarini kutib oldi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar go'zal Shinjongni sayohat qildi. Aqsu Qumtam aerodromi yaqinda Guangzhou Aqsu liniyasidagi tunji aeroplanda kelgan sayohat umidini kutib oldi. Oddiy ham qizg'in kutib olish murosimi sayohatchilarga o'z uyiga kelgandek tuyg'u berdi. Shinjongga tunji qitim kelishim bir haftani ko'ngillik o'tkazishni arzu qilaman. Wuxi Turpan liniyasining tunji qitimliq aeroplanida kelgan 160 sayohatchi yaqinda Shinjong safarini boshladi. 2017-yili o'mak bilan Shinjongga kelgan. Bu qitim bevosita aeroplan bilan keldim. Baq qulaylikkan. Ko'pchilikning bu yerning go'zal manzaralarini ko'rib ketishini umid qilaman. Mamlakatning har qaysi joylaridan to'plangan 260 necha sayohatchi 3-oyning 27 kuni maxsus poyezdda Shinjongga kelib, tunji bekat Bo'g'diko'li manzara rayonida sayohatini boshladi. Bo'g'diko'li bo'yida o'rinlangan qozoqcha an'anaviy naqsh usul sayohatchilarga Shinjongning o'zgacha urf-odati va shinjongliklarning qizg'in mehmondosligini namoyon qildi. Qorliq tog' bak go'zalkan, uning ustiga ko'ldagi muz texi erimabdi. Bak hayvatli ko'rinadi ekan.
Bo'g'dikili manzara rayonining mulozimati bak yaxshi ekan. Yerib kelsak aram oladigan joy bor ekan. Yaqinqi yillardan buyon Bo'g'dikili manzara rayoni madaniyat sayohat boyligidan jonliq yaxshi foydalanib, ul asihalarni uzluksiz mukammallashtirib, sayohat kasb faoliyatini beyitdi. Bu yil yangidan yasagan 2 piyodalar yo'lini ishlatdik. Mulozimat tadbirini kuchaytirib, Bo'g'dikiliga kelgan sayohatchilarda go'zal aslini qoldirishga tirishdik. Yupog'un nahiyasi Davagül qumluq sayohati manzara rayoni yaqinda Guangdong o'lkasidan kelgan 2 sayohat o'mikini kutib oldi. Sayohatchilar qum bilan sugralashgan go'zal manzarlarni tomosha qildi. To'yga minish qatorliq alayda turlarga qatnashib, o'zgacha ta'sirotga ega bo'ldi. Bak ko'ngillikan, ilgari ko'rib baxmagan nurg'un narsalarni bu yerda ko'rdim. Bu yerni bak yoqtirib qoldim. Odamlari oddiy sodda ekan. Seyrilib o'ynab bak xush bo'ldim. Shinjang bak go'zal ekan. Menda cho'nqir ta'sir qoldirdi. Shinjangga tunji qitim kelishim, kelar qitim yana kelaman. 523 sayohatchi o'ltirgan Vay 936 qitimliq Texnomakanning aylini sayohati alohida xotira nomli sayohat maxsus poyezi 3-oyning 27 kuni kechda Urumchi vokzalidan yo'lga chiqib 11 kunlik Texnomakan qumliqini aylini safarini boshladi. Bu Xotan chaqiliq temir yo'lda qatnash boshlanib, dunyo bo'yicha qumliqni aylanadigan tunji temir yo'l aylanma liniyasi shakllangandan buyon yo'lga chiqqan tunji sayohat maxsus poyezi. Tötimiz Guangxi Zhuangzhou avtonom rayonidan keldik. Xinjiang burun necha qitim kelgan, lekin bu faslda kelib baxmagan. Yurtimizga qaytganda go'zal Xinjiangning barliq go'zalligini texim ko'p kishilarga tanishtiramiz. Texnomakanning aylini sayohat maxsus poyezi Kucha, Qashqar, Xotan, Chaqiliq, Ko'rla qatorliq joylarda o'tdi. Poyez butunlay karvatliq bo'lib, kechida mengib kunduzi sayohat qilish andisi qo'llanildi. Bu yil 18 poyez o'rinlashtirish planlandi. Har bir poyezga 500 dan ortiq sayohatchi sig'di. Sayohatchilarning o'mak tashkillash, ixtiyoriy sayohat qilish qatorliq ko'p xil ehtiyojini qondirdi. Xinjiangning 4 fasldagi manzarasi o'xshamaydi. Shunga doim aeroplan yoki poyezdga o'ltirib manzaralardan huzurlanaman. Texnomakan qumliqi Tarim o'ymonligining o'rtasiga joylashgan. Jungodagi eng cho'ng qumliq, shundaqla dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq. Ko'lami 330 ming kvadrat kilometr keldi. Cheksiz qum dengizi, yiqilmas to'g'roq, Buyuk-Baraqsan bo'stonliqdan iborat o'zgacha tabiiy manzardan sirt, qadimki Ipak yo'li o'tadigan qumliq janubiy liniyasida texnik mo'l tarixiy xarobiyliklar va odamiyat manzaralari bor. Aylanma liniya maxsus poyezining qaytish yo'li o'xshamaydi. Sayohatchilar bir qitim sayohatda Janubiy Xinjiangning butun manzarasidan huzurlana oladi. Bu liniyada qatnash yil bo'yi to'xtatilmaydi. Har qaysi fasldagi o'xshamagan o'zgachilik va yorqin nuqtalar sayohatchilarni jalb qiladi. Xinjiang temir yo'l tarmoqlari yaqin yillardan buyon Shimoliy Xinjiang aylanma sayohat liniyasi, Janubiy Xinjiang sayli maxsus liniyasi qatorliq sayohat maxsus poyezdlarini o'rlashtirib, Shimoliy Xinjiangda Urumchi, Ili, Altay, Janubiy Xinjiangda Qashqar sayohat chamberkini tutashtirib, yilda 10 necha ming sayohatchi kutib, poyezd bilan Xinjiangni sayohat qilish kursliq markasining danqini chiqardi. Davlat elektr energiyasiga mablag' silish guruhi Wusayvan tok chiqarish shirkatidagi Zhang Ruifeng korxonaning xodim tarbiyalash va yo'lash siyosatining yordamida kursantdan boshqaruvchi bo'lib yetishib chiqdi. Kollektivdagilarni yetaklab fan tadqiqotda yangilik yaratishga uzluksiz kuchab, mamlakatning har qaysi joylariga tok yetkazish nishonini amalga oshirishga kuch qo'shdi. Bu qitimqi hadisida 660 megawattlik generator gruppasini yurishtirish davomida B-suv pompasi sistemasi ulanma shaklda qo'zg'atilmagan. Bu davlat elektr energiyasiga mablag' selish guruhi Wusayvan tok chiqarish shirkatining oyda bir qitim o'tkaziladigan texnikalik baholashi. Korxonadagi har bir texnika ishchisi yeziqchi imtihon va amaliy mashg'ulot imtihoniga qatnashadi. Baholash natijasi texnik yuqori ish o'rniga o'rlashdagi asos qilindi. Oyda 2 qitim nazariya imtihoni, 1 qitim tahliliy mashg'ulot imtihoni ilinadi. 9-oyda 1 qitim raqobatlashib ish o'rniga chiqish fursati bor. Bu orqali texnika ishchilarni texnik yuqori, texnik muhim ish o'rniga qo'yg'ili bo'ladi. Zhang Ruifeng mushunda qatma-qat imtihonlardan o'tib, odatdagi o'rganguchidan qadam-qadam boshqaruvchilikqa o'sdi. U 2012-yili Xinjiang sanoat qurilish yo'nalini bitirib, Sharqiy Jungar ko'mir elektr ko'mir ximiya sanoati bazasining istiqbolining parlaq ekanligini ko'rib, davlat elektr energiyasiga mablag' selish guruhi Wusayvan tok chiqarish shirkatiga berib ishladi. Korxona yo'lga qo'ygan ustoz shogird yetaklash tuzumining foydasida u nihoyatda tezlik ishga kirishib, kasbiy texnika iqtidori uzluksiz o'sdi. Qadam-qadam o'rgandim, shirkat yaxshi bo'lgan taraqqiy qilish mexanizmi barpo qilib, ixtisosliklar qo'shonini yetishtirish siyosatini yo'lga qo'yg'ashqa, menga o'sib yetilish muhiti va taraqqiyot supasi hozirlandi. Korxonaning fan texnikada yangilik yaratish mukofotlash siyosatining qo'llashida bultur u gruppasidagilarni yetaklab, Sharqiy Jungardan qizilgan ko'mirni to'liq ko'ydirish texnika tadqiqot turini tamomlab, yilda 70 million yuanlik ko'mir yiqilg'u mablag'ini tejab qoldi. Hozir Zhang Ruifengning shogirdi Wei Yimingmo sextiki tayanchlardan bo'lib qoldi. Daim fikr almashtirib turamiz. Ustozdan nurg'un narsalarni o'rganib oldim. Generator gruppasining bexatarligi kapolatlik qilish shartida ishlab chiqarish unumini oshirishga tirishaman. Shirkatning yaxshi bo'lgan odam tanlash, ishlatish va xodimlarni tarbiyalash mexanizmiga tayinib, orzuyimni amalga oshirdim. Ko'pchilikni ishlab chiqarishni yaxshi yurishtirib, texnik ko'p to'kib qo'shishga yetaklayman. Atiyaz kirgandan buyon Qaba daryosidagi qarmizlar tadrijiy erib, ko'k osmon bilan giralishib, yo'gimiz siyoh rasmdek go'zal tusga kirdi.
Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganinglarga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr.